Bu videoda kley yangilashni o'rgataman. Paxtani olamiz, to'liq silikon qismiga mana shunday ko'rinishda yopishtirib chiqamiz. Hamma joyga paxta bo'lgandan so'ng remover bilan namlab chiqamiz. Remover bilan namlagandan so'ng 3 daqiqa kutamiz. 3 daqiqadan so'ng andarazli salfetkani olib mana shunday ko'rinishda polni tozalab chiqamiz. Sochga ziyon yetkazmay, kleylarni oqistirmasdan chotki mana shunday tozalab olamiz. Tozalagandan so'ng remover bilan yaxshilab tekshirib chiqamiz. Sochga o'tgan bo'lsa tozalab olamiz. Undan so'ng esa 3 marta yaxshilab sochni yuvib, mana shu konditsioner bilan yaxshilab sochni ochib chiqamiz. Konditsionerni 5-6 marta sepgan holatda taroqni olib mana shunday ko'rinishda polni sochni ochib chiqamiz. Sochni ochgandan so'ng quritib mana shunday kleylarni yopishtirib olamiz. Kleylarni yopishtirgandan so'ng akamiz bosh qismlarini tepasini tozalab, kraska qilish kerak bo'lsa kraska qilib, kley yopishtirishni boshlaymiz. Protez sochni mana shunday ko'rinishda yopishtirishni boshlaymiz. Duh staronkasini olib tashlaymiz. Stiklarini to'g'rilab olgandan so'ng mana shunday orqaga qarab yopishtiramiz. Yaxshilab yopishtirilsa mana shunday chotki krasavchik bo'lib chiqadi. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, mana shu yozib qoldirgan raqamlarga murojaat qilib, mana shu videoni soch qo'ydirmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yib, kley tozalash xizmatlarimiz kerak bo'lsa ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salom.